8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Milliy media birlashmasi huzuridagi Ayollar media klubi tashabbusi bilan yangi O'zbekiston ayoli mavzusida birinchi xalqaro konferensiya tashkil etildi. Anjumanda ayollar bilan bog'liq muammolarga yechim va takliflar ko'rib chiqildi. Dastur doirasida tashrif buyurgan ayollar uchun media kviz tashkillashtirildi. Xilqat egalarining bilimlari sinaldi. G'oliblar safida dasturimiz jurnalistlari ham bor. Ko'tarinki kayfiyat hukmronlik qilgan manzildan muxbirimiz xabar qiladi. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku kulib jilmayib. Ayol kulib turib bo'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Yangi O'zbekiston ayoli yurtimizdagi yetakchi va lider ayollarni bir manzilga jamlagan birinchi xalqaro konferensiya 8-mart munosabati bilan bo'lib o'tayotganini qo'limdagi lolalardan ham bilish qiyin emas. Bayramona kayfiyatda boshlangan xalqaro anjumanning bosh maqsadi zamonaviy o'zbek ayolining jamiyatda tutgan o'rni, huquq va imkoniyatlarini kengaytirish yuzasidan fikr almashishlar bo'ldi. Yurtimiz va xorijiy ekspertlar ishtirokida ayollarning media sohasidagi faoliyati bo'yicha master-klasslar o'tkazildi. Jamiyatning yarmini ayollar tashkil etadi. Qolgan yarmida esa ham tarbiyalab, ta'lim berishda ular mas'ul. Shundan ham bilish qiyin emaski, ayollarning jamiyatda tutgan o'rni qay darajada muhim ekanini. Sanasak, e'tirofga arzigulik ayollarimiz safi keng. Ulardan biri yozgi Olimpiada o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritgan ilk o'zbekistonlik ayol sportchi Diyora Keldiyorova. Yurtimizni dunyo tanishida sababchilardan bo'lgan qizning g'olib bo'lganidan so'ng havas bilan uning ismi bilan atalgan chaqaloqlar soni ham ko'paygandi o'tgan yili. Faqat bizga qolgan narsa endi o'zimizni taqdirimizni o'zimizni qo'limizga olib, o'zimiz harakat qilishimiz. Men o'ylayman, Olimpiadadagi natijam ayollarni o'zini ustida ishlashiga, qizlariga ishonishiga bitta katta turtki bo'lib berdi. Kutib qolaman, xudo xolasa mana shu diyoralar ham meni orqamdan yurtimiz bayrog'imizni ko'taradigan, xalqimizni xursand qiladigan qizlar bo'lib yetishishini. Konferensiya qatnashchilaridan yana biri sohasi ayollarga biroz qiyinlik qilsa-da, sharafli kasb yo'lida xizmat qilayotgan Muzifa Sultonova. To'g'ri, erkak xodimlar kunu tun xizmat qilib bizni xavfsizligimizni ta'minlayotgani bu juda ham o'sha g'ururlantiradi va tinchlantiradi, lekin bir qatorda ayollar ham shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgani shu narsa meni ilhomlantiradi. Ayollardan zolim va jabrdiydani emas, kuchli va qat'iyatli obrazni yaratishimiz kerak degan fikrni ilgari surdi O'zbekiston Milliy media birlashmasi raisi Sherzodxon Qudratxo'ja. Qizlarimizni kelinlik roliga shunday bir salbiy ohangda tayyorlash an'anasi yillar davomida shakllanib qolgan. Bugun biz aytamiz, yo'q, ayollarga, onalarga, qizlarga hurmat bilan yondashish, ularni jamiyatdagi rolini ko'rsatish, ularni bugun hurmat izzatda bo'lishi yaxshi bir ikkita ma'ruzalar bo'ldi. O'ylaymizki, bugungi ishtirokchilarga foydali bo'ladi. Kunning ikkinchi qismi ayollarning konferensiyadan so'ng o'z bilimlarini sinab ko'rishlari uchun media kviz tashkillashtirildi. Media kviz deganda bu yerda bir maydonni tanlamaydigan yo'nalish hisoblanadi. Chunki media kvizda turli xil yo'nalishlarda savollar tuziladi. Shuning uchun ham media kviz o'zi nomi media kviz, lekin bu yerda turli jabhalardagi ayollarimiz bugun o'zaro bellashishadi. Bir stol atrofida jam bo'lgan har xil soha vakillari, jurnalist, tadbirkor va olima ayollar. O'zi bu yerga hozir yig'ilgan ayollarni ko'ryapman. Hammalari lider, jamiyatda o'zini o'rnini topgan, ilmli, ziyoli ayollar yig'ilgan. Ko'ramiz, jamoalar bayramoldi hammada yaxshi kayfiyat, hayajon ham bor. Lekin biz harakat qilmoqchimiz g'oliblar qatorida bo'lishga. 5 ta shart bo'yicha 60 dan ortiq savollar ustida bellashganlarning barchasi g'olib bo'lish istagida. Eng yuqori ball jamg'arganlar kuchli uchlikdan o'rin oldi. Yutuq egalari quruq qo'l bilan qaytganlari yo'q. Birinchi o'rin uchun 10 million so'm, ikkinchi o'ringa 8 million so'm, uchinchi o'ringa esa 6 million so'm pul mukofot sifatida berildi. Zo'r TV hamda Sevimli telekanali jurnalistlarining birlashgan jamoasi g'oliblar orasida. Hamma savollarga teng javob topishga harakat qildik. Birlashgan jamoamiz ham boya yuqorida ham aytib o'tdik, bejizga bunon berishmagan ekan va oxirgi savolga qaltis javobda o'zini hissasini katta qo'shgan Diyoriga ham rahmat aytaman. Bu juda ham hal qiluvchi javob bo'ldi. Asosiysi emotsiya olishida va biz birgalikda shunaqa zo'r emotsiya bilan, zo'r xotira bilan ketyapmiz bu yerda. Mana shu o'yinning oxirida qaltis vaziyat edi. O'sha 38 ballni yozdik va agar yutqizsak 38 ball olib tashlanishi kerak edi va biz 0 ball bilan chiqib ketishimiz kerak edi.
va biz to'g'ri topdik. 38 ball bizga plyus bo'ldi. Natijada 3-o'rinni egalladik. Jarayonlar ushbu kun uchun vaqt sarflaganlarning xotirasida eng esda qolarlilardan bo'lgani shubhasiz. Kun yakunida qatnashchilar uchun iftorlik dasturxoni yozildi. Bu kun Mohichehra Mamaturaim va Bekzodjon Zokirov, Toshkent.